شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarindoshlar, biz ilgirki soatlik darslerimizde ahli kitob haqida so'zlab kelayotgan, bularning o'tkazgan xatoliklarining birisi qatorida bular Alloh subhanahu va taolo bularga yo'l sifatida avatgan Tavrat va Tavratning ta'limotlarini cho'ritib, Payg'ambar alayhisolamning davriga kelganda Qur'onni cho'ridi bular. Agashmadi. Aksicha agashkini inson va jindan bo'lgan shaytonlar bulug'i bergan ta'limotlar, shuni ko'rsatgan yo'l yo'riqqa agashdi bular. Masalan, bularningki ig'ir o'tkazgan jinoyatlarining bir misoli ilgirki soatlik darsda Sulaymon alayhisolamga bo'lgan qarshi, Sulaymon alayhisolamga to'g'ilgan tuhmat iftirolari, atgan iftirolari. Ve şu ahval, şu devirde bularninki şu iniq askarliklarga qarmasdan sehrgarlik, insonni kufr qiladigan, Alloh iniq kafir deb hukm qilgan sehrgarlikka o'zini atqanligi, garchi shu uyg'unayotgan o'zining qilgan shu ishlarininki haqsizligini uni qilgan odamning ahiretde hiç qanday bir nasibəsinin yo'qligini bilib turib, bularning shu ishga qadam olganligini Alloh subhanahu va taolo ilgirki darsda bizga bayon qildi. Ana bu qatimliq bugunlik darsimizda, ya'ni Sura Baqaraning 103-oyatida Allohning fazli marhamatlarining birisi, mehr shafqatining birisi yana bandalari shuncha eskilik qilgan taqdirdimi, shuncha yo'ldan chiqqan taqdirda o'ziga foydali ishlarni qo'yib qo'yib Allohga qarshilik qilish xarakteri psixikasining keyniga kirib, shaytonlarning keyniga kirib, boshqa yo'llarga chetnagan bo'lsa-mu, endi ularga rahmat yo'lini bayon qilish, nimani qilsa to'g'ri, nimani qilsa xato bo'lganligini ularga deb berish. Buni Alloh subhanahu va taolo bugungi soatlik darsimizda mushuni o'tirib qo'ydi. Davatuduki estaizu billah وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Agar ular deydi, agar ular haqiqiy iymon aytib Allohdan qo'rqqan bo'lsa, vattaqav degani Alloh cheklagan ishlardan neri turgan bo'lsa. Biz oldingi qatimliq bir darsimizda taqvolik, muttaqi, ittaqulloh vattaqun nar degandek iboratlardagi at-tuqa, ya'ni biz Uyg'urchada taqvolik deb tushunamiz. Mushuning asli ma'nosini bayon qilib o'tgan. Bu Allohningki jalol sifatining namoyon sifatidagi dunyo va oxiratdagi azoblarni ko'rsatdi. Shu azoblarga duchor bo'lib qolishning oldini olish degan ma'noda taqvolik. Azaplarga duchor dovzax kirib qilishning, dunyodagi azobga duchor bo'lib qilishning oldini olish. Ya'ni vattaqu degani agar ular mushta Allohning g'azabini keltirish orqali Allohning azobiga duchor bo'ladigan, dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin, bu ishlardan saqlangan bo'lsa, ya'ni bu ilgirki darsda deb o'tgandek iniq kufrga olib boradigan sehrdan saqlangan bo'lsa, payg'ambarlarga ittihom qilishdan saqlangan bo'lsa, payg'ambarlarni inkor qilishdan saqlangan bo'lsa, payg'ambarlarni o'ldirishdan saqlangan bo'lsa, lamathubatun min indillahi khayr. Allohning qashidagi bular oladigan mukofot, Allohning qashidagi bular oladigan savob
bularga nisbatan yaxshi, buning haqiqatini agar bilgan bo'lsa. Bular lekin bu nuqtani aning yaxshiligini ma dunyodagi kishilar qaragan vaqtda buni bilmay qoldi. Ya'ni bularning xarakteri, tabiati ko'z oldidagi naq havisi tatgan, bu havisi tatgan naq bularning hissiyoti so'rigan, shahvati so'rigan dunyodagi naq foyda deb qaragan narsalarni bular oldinga qator qo'ydi. Buni ko'zlab qoldi. Asli to'g'risi keyinlikda. Bu yerdagi law kanu ya'lamun degani xuddi bir odam bugunlik va necha kundan keyinki ikki ish ixtiyor qo'yildi. Bugun qilsang manda qilsa. 3 kun saqlasang manda bo'ladi. Bugun qilsang, masalan, sana 5 dona foyda bo'ladi. 3 kun saqlasang 50 dona foyda bo'ladi desa, 3 kundan keyin uni og'ucha bugun mana Abdurayya bizning konada bir gap bor ya, aytki go'shtdan bugungi o'pka yaxshi degandek, o'tin yaxshi degandek bir tamsillarimiz bor. Shunga o'xshash keyingi mangulik ne'matdan bugungi naq bo'lib foyda deb qarayotgan narsani, o'zining havaslari, ko'ngillarining keyingi kishilarni bular tanlab qoldi. Amaliyotda serishtirgan vaqtda o'zlarining ziyon tortganligini buni tushungan bo'lsa, Allohning qishidagi keyingi qiyomatdagi ajr, savob, avlni kutib turgan o'zlarining qilgan yaxshi dunyodagi amallarininki javobi bularga nisbatan go'zal, yaxshi deydi. Endi Alloh subhanahu va taolo tafsirida mufassir deydi, o'zining bandlarining oldida tavba rahmat eshiklarini echiyotdi. Allah subhanahu va taolo bularga sehrning kufrlik ekanligini, sehr bilan shug'ullangan odamning qiyomat kunisi kofir bo'lib tirilib, dozaqda mangu qoladiganligini tilga bayon qildi. Bularga dediki, agar ular mushu sehr o'rganishdan cheklangan bo'lsa, ya'ni boshqalarga ziyat, ko'zish, aziyat berishda alohida o'ringa chiqib olish uchun o'rganadi buni. Boshqa ishdan bular saqlangan bo'lsa, bu ularga Allohning nazarida yaxshilikdir. Chunki sehr o'rgatish uchun tushgan yalqi ikki farishta nima deydi? Va ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma sehrni o'rganma, bu degan fitna, bu degan imtihon. Sen buni o'rganish orqali kofir bo'lma degan bo'lib o'rgatishdan orqa. Bu meni anlagan bu gapni. Mushuning asosan ma farishtaning gapiga asosan bular buni o'rganmay saqlangan bo'lsa, bular yaxshi bo'ldi dedi. Demak, mushayatni chiqadigan bir xulosa sehr bilan shug'ullanish bu kufrlik. Agar ular mushu masalaga ishongan bo'lsa, o'zlarininki kufrga kirayotganligiga ishongan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qo'rqqan bo'lsa, bu ularga Allohning nazarida savob bo'ldi, ajr bularning oldiga mukofot bo'ldi, dunyo oxiratda yaxshi bo'ldi. Mazmun bu yana hozirgi oyatninki. Endi oyatning o'zidagi ozroq bir arab til grammatikasiga munosabatlik bir gaplar bor. Oyatda la masubatun min indillah deb bir so'z bor. Masuba deganda men bu oyatdan bularning oladigan ajri, ya'ni savobi deb tarjima qildim. Bizning Uyg'ur tilida savobni savob deymiz ya, arab tilidagi savob yaxshi amallar qilgan, yaxshi amallarni qilish orqali buning qarshisida oladigan ajrni savob deb ataymiz. La masubatun savob, o'zining ajri qilgan amallarining mukofoti deb tarjima qildik. Abdulloh bu nima degan gap desa, til nuqtasidan masuba degani yaxshi amallarga qarta oladigan savob, buning qarshisi jazo. Yomon amallarni qilgan vaqtda uqubat kirishadi. Arab tilida uqubat deydi buni. Yaxshi amallarga masubat deydi. Bu masubatunning asli so'z yasalish manbasi arab tilidagi saba degan fe'ldan yasalgan, chiqarilgan. Saba deganning ma'nosi qaytgan degan ma'noda. Qaytgan ne munosabati bor bu savob bilan qaytishning desa, bir odam bir narsani ishni qilib, buning badaliga qaytgan narsa shuning qarshisi oldigan. Masalan, men bir yerda zavodda yoki bir shirkatda ishladim. Ishlagan oylik ishlagan ish haqqimning badaliga men bir narsa qaytadi. Ya'ni men zavod yoki shirkat uchun bir narsa berdim, ma'lum emgak verdim, kuch verdim. Buning badaliga men qaytadigan narsa mening oladigan mukofotim, ish haqqim bo'ladi. Dal mushu munosabat bilan bir odam dunyoda yaxshi amallarni qilib, buning qarshısida qiyomat kuni uning ajrini olgan bo'lsa, yaxshi amalining badaliga bir narsa qaytgan bo'lsa, shu qaytgan narsa masuba bo'ladi. Asl lug'at ma'nosi
qaytqan narsa degan bo'ladi. Ya'ni ajr sifatida. Ashunashqa mushu til nuqtasidan odatda namozlarda odam jiqyarda ovoz yangratqu yo'q yo'q qolsa imom past ovozda yoki o'zining ovozi bilan Allohu akbar samiallohu liman hamida degan ovozini boshqa anglanmagan vaqtida jamoatning ichidan birisi ullik shaklda boshqalarga yetkazib turdi. Mushuni arabchada musavvib deymiz. Ya'ni imomning ovozini qaytadan takrorlab boshqalarga qaytaruvchi yetkazuvchi degan ma'noda. Mesela imam Allohu akbar desa, buni yetkazuvchi imomdan yuqori ovoz bilan imomning ovozini anglanmagan, imomning ovozi yetmaydigan boshqa jamoatga anglatish uchun takrorlaydi. Mushning takrorligini tasvib gapni qaytadan takrorlash degan ma'noda. Ya'ni imom degan gapni imomning ovozini anglamaganlarga qayta anglash fursatini berish uchun qaytadan takrorlash deymiz. Ya'ni yig'ib aytsak, masuba saba degan fildan chiqarilgan so'z raja'a qaytgan ma'noda, qaytgan bir narsaning takrorlanganligi yoki bir narsaning qarshiligida uni biroz qaytgan ma'noda. Chunki nimda bu xil ma'nodagi so'z ishlatildi bo'lsa, inson yaxshi amalni qilgan vaqtida yaxshi amali, yaxshilikdan birini buningga qaytarib keladi. Bu odam dunyoda yaxshi amal qildi, buning badaliga jannatni mush yaxshi amali buning so'rab keladi-da. Qanday turliqi anda o'ylab qolishgan insonlar masalan bir yaxshi ishning oldiga kelgan vaqtda o'yinning foydasi bika-bikaga pul xarjlamdik bunda o'rinlarga sendan chiqib ketgan yaxshi amal chiqib ketib hech qanday ahamiyati bunda o'ylama. Cho'qim sana bu yaxshilikni qaytarib keladi. Shunga buning ismi savob. Arabchadagi savob degan qaytadigan narsa degan gap. Ya'ni qaytadigan mukofot degan gapda. Endi biz Qur'oni Karimninki yani inchki ifodasiga qarasak boshqa xil ifodalasin bo'ladi bu yerda, ammo lamasubatun degan so'zni keldi. Buning ma'nosini bayatni deb o'tdik. Ya'ni yaxshi amalning badliga qaytadigan narsani lamasuba deydi ekanmiz. Ya'ni undan boshqa yana bir so'z bilan munosabatlik chiqdi. Bu arabdan ozroq o'rganganlar buni tushunadi. Masuba ki arab tilida kiyim-kechakni savb deymiz, ko'pligini siyab deymiz. Buning bilan yana yiltizdash. Masuba mushozir hayotdagi lamasubatu min indillah degan masuba arab tilidagi kiyim, savb. Bunun köplik shakli siyab. Mush so'z bilan yiltizdash yani. Bu nimdep ma kiyimga savb deb mush so'zni ishlatgan. Bayatni dedik biz savbning sahabaning ma'nosi qaytgan degan ma'no. Nima munosabati bor desa, qadimgi zamonda kishilar qo'y tugularining yunglarini elib kiyim tiketdi shundan yani. Yani o'zining qo'yning biz bilimiz go bizim Yezid yaşagan bizim qo'ylarimiz va masalan qo'yva odam qo'yga qashqib qirqiydi. Qo'yning yungini qirqiydi-da. Qo'yning yungini qirqib, hamda bizning kichik vaqtlarimizda kigiz deydigan bir narsani aytamiz biz o qo'yning yungida. Uning o'tmishida ota-onamizning anglashimizcha buni yunglarni birsiga opirib bersa, yunglarni igirib, bunda yip qilib, yipda kiyimni to'qib degisiga qaytaradi ekandik. Ya'ni yungni, qo'yning yung va boshqa paxta narsalarni boshqalarga opirib birib, bu yung yoki paxtadan yipni igirib chiqarib, bu yipdan kiyim to'qib egisiga qaytarib biradi ekan. Demak, bir qaytish va opirib bergan yungning barobarida bir kiyimning qaytishi o'g'achqa, ya'ni avatgan yoki haliqi kiyim tikkuchiga bergan yung buningga kiyim sifatida qaytgan bir xil ahvol o'g'achqa, shunga biz ma kiyimni mo savb deb atagan arablar. Ya'ni biz opirib bergan yung yoki paxtadan bizga qaytgan narsa. Demak, yana kelsak, yana bir qitim ta'kidlasak, lamasubatun ma'nosi qaytish degan ma'noda. Shunga ma qiyomat kunisi dunyoda bandaning qilgan amallarining mukofotini Qur'onda masuba deb atalishi, chunki ma yaxshilik büyük menfaat sifatida sana menfaat berishni, yaksa menfaat uchun büyük menfaat sifatida sana qaytadi. Şu yaxshilik degan shu mana. Dunyoda sen to'rtal ishlarni qilding, uni qilding, buni qilding, cho'ng ekan bo'lsang, shahid deb jangda shahid bo'lib jiningni berding. Ammo qiyomat kuni sanga mangulik, abadiylik, tugumas nozu ne'matlik bir mukofotni sana qaytarib beradi. Bu nuqtadan bu savob yani. Masuba yani. Demak, endi xulosalab olsak,
mushu kiyim-kechakni ifodalaydigan arab tilidagi savab degan so'z mushu savob bilan bir ma'noda. Biz Alloh subhanahu va taolo bizga kiyim bilan avratimizni yo'gashni o'rgatdi. Yani kiyim avratni yo'gaydi. Amali salih mu ma'naviy, ruhiy insondagi kasallarni yo'gaydi. Qur'oni Karimda sura Ar-Rahfda bu haqda qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libas taqwa zalika khayr. Biz sizlarga kiyim-kechakni bayatoq buni tushirdik. Sizlarning avratinglarni yo'gash uchun deb bo'lib, taqvolik kiyimi yaxshi. Demak, insonda moddiy kiyim va ma'naviy kiyim bo'ladi. İkilisining iborati aynı shaklda, ya'ni savab degan ma'noda, endi birisi masuba, savob. Avo qilgan yaxshi amallarimizninki bizga qaytargan mukofoti ma'o kiyim-kechak degan ma'noda. Ya'ni biz xuddi bu yerda oyat tilg'arining ikki kiyim bordek, birisi avratni yepish uchun, yana birisi insonni azobni yepish uchun. Taqvolik kiyimi avratni yopadigan dunyodagi kiyimdan yaxshi da'vatidi. Endi bugungi oyatga qaytib kelsak, lamasubatu min indillahi khayr degini, bu yerda bizning qaraydiganimiz Alloh subhanahu va taolo tarafdan keladigan masuba. Yani biz aladigan ajr, bizga qaytib keladigan ishimizning, amalimizning haqqi yani. Endi normalda biz dunyodagi ishlarimizni qaytirib qarab boqaylik. Biz birovga bir yaxshilik qilsak, birovga bir narsa bersak, bir shirkatda ishlasak, bir zavodda ishlasak, do'konda bir narsa satsak masalan, boshqalarga bergan narsamizning qarshiligi, badali bizga cho'qim qaytib keladi. Buningga ishonchimiz bor, jazmiyatimiz bor. Jazm qilmoqchi hech kim hech qanday ishni qilmaydi. Masalan, sen birovga naydi güzel ishdan birini qilding, güzel kiyimdan birini berding. Naydi chiroyli qamdi u. Har xil ranglari naydi odamni o'ziga tortadigan shaklda. Sen birisiga buni bersang, sen bir do'konchi hamda yoki sen bir tikkuchi, birovga güzel kiyimdan birini tikding yoki güzel kiyimdan birini satding. Onun qarşılığında qarşı taraf qanday qiladi? Muvafiq şekilde sana bir narsa qiladi. Do'kon chop qolsang bahasının pulini beradi, tik chop qolsang shaqini beradi. Agar sen buni so'g'uz pisi bersan, buning cho'qim sana bir danimiz qaytadi, yana yaxshilikqa qaytadi. İnsan bilan insonning o'tiridagi yuz bergan ishlarning qaytadigan mukofoti bu kadar olsa, yani insan sana qilgan bir ishingga javoban qaytaradigan sana yaxshiligi bu kadar olsa, hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın qaşıdığını keladigan ish haqqi qanchalik bo'lmoqchi. Buni o'ylash kerak. Chunki inson bir maxluqdan kelayotgan ish haqqi oladigan javobing bu olsa, Xoliqdan qanchalik olsa, buni tasavvur qila olmaysan. Oyatning o'zida lamasubatu min indillah deb mana shaklda kelishi Alloh tarafidan keladigan, sening oladigan mukofoting da'vatidir. İnsandan shuncha zo'r ishlarni kutib shuncha ishlarni qilamiz. Birovlardan bir narsalarni umid qilib, uning xushxamatlarini qilamiz yoki birovlardan bir narsani umid qilib, uni mehmon qilamiz. Birovlardan bir narsani umid qilib, unga yaxshilik qilamiz. Bunisi umid qilamiz hamda. Keladigan qanchalik bu bizga ayon, insondan qanchalik keladi bu hammaga. Endi Alloh subhanahu va taoladan keladigan qanchalik bo'lmoqchi, buni tasavvur qilmoq lozim. Ya'ni bu eng yuqori, yuksak bir go'zallik bu Allohdan keladigan cho'qim. Alloh subhanahu va taolo savoblarni, ajrlarni, mukofotlarni o'z qudrati bilan qaytarishga qodir. Unda tabiiyki qodir bo'lgan, kuchli bo'lgan, butun imkoniyatning, ya'ni hammani yaratgan, hamma uning ilkida bo'lgan, osmon zaminning ig'darishi uning ilkida bo'lgan zotning bizga qaytaradigan javobi cho'qim yuksak bo'ladi, bakmi yuksak bo'ladi hamda. Masalan, bir oddiy misol, valillahil masalul a'la. Bizning bir tunishimiz bor, bunga bir yaxshilik qildim. Bunun imkoniyati o'rta hol. Mana o'zining imkoniyatiga yarasha javob qaytardi. Ammo yana bir tunishim bor. Aynı yaxshilikni uningga qildim. Uning imkoniyati favqulodda yuqori, u cho'ng bir odam. Buning menga qaytaradigan javobi tabiiyki meningdan xilala yuqori. Chunki imkoniyat masalasi borda bir farq. Bizga javob qaytaruvchining imkoniyatidagi farq bizga qaytariladigan javobdagi farqni keltirib chiqaradi. Tabiiyki Xoliqning imkoniyati qanchalik uni o'ylamoq lozim. Osmon zaminning ig'dorchiligi uning qo'lida. Hamma uning maxluqi, hamma uning bandasi, hamma uning oldida bosh egadi. Uningdan tabiiyki u zotdan keladigan bizga keladigan javob tabiiyki yuqoriladi. Onun üstüne biz bir noktaga Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir sözüge dikkat kılmamız lazım.
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا degan so'zga. Agar ular iymon aytib, saqlangan bo'lsa dedi. Vattaqavni saqlangan bo'lsa tarjima qilyapmiz biz davomli, ha? Ya'ni biz bu yerda taqav deganning ma'nosi o'zlari bilan Allohdagi jalol sifatini o'tirga bir saqlanib parda qilgan bu. Allohning jalol sifati bor. Buyuklik sifati bor. Ulug'lik sifati bor. Allohning buyukligi, ulug'ligi Allohning g'azabini keltiradigan ishlarga o'ziga yarasha jazoni beradi. Do'zax va Allohning qiyomatda, dunyoda har xil azoblar va mana bu Allohning jalol sifatiga munosabatlik ifodalarga yiqilishib qolmaslik lozim. Dunyodagi azobga duchor bo'ladigan sabab bo'ladigan ishlarga yiqilmaslik lozim. Qiyomat kuni esa do'zaxga iboradigan sabab bo'ladigan ishlarga yiqilmaslik lozim. Bu vattaqoning ma'nosi. Ular saqlangan bo'lsa degani shu xil ishlarni qilmaslik lozim demakchi. Shunga biz deymiz, ba'zi kishilar so'raydi. Alloh subhanahu va taolo qanda Qur'oni Karimda bir ittaqulloh debdi. Allohdan qo'rqinglar deb tarjima qilgan vaqt bir elishimizda bir qo'rqinglar deb. Yana bir oyatlarda ittaqunnar debdi. Allohdan qo'rqash, do'zaxdan qo'rqash. Bu ikkisi qanday qo'rqash hamda bu deb bizga savol qo'ydi. Bu tarjimadagi ketkizib qo'ygan yerimiz. Qo'rqashsa xato emas, ammo bir narsani tushunish kerak-da bu yerda. Biz deymizki ittaqullohning ma'nosini qo'rqash degandan Allohdagi jalol sifati bilan sizlarning o'tiranglarga bir parda qilinglar. Ya'ni Allohning jalol sifatiga uchrab qolmanglar. Allohning qahhor sifatiga uchrab qolmanglar. Buningdan o'zingizni saqlanglar degan bo'ladi. Agar manda ma'ni bergan vaqtimizda ittaqunnar, ittaqulloh ayni ma'noda chiqadi. Chunki an-nar do'zax Allohning jalol sifatlarining bir ifodasi, bir namoyandasi. Shu munosabatlik bir taraf endi. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar degani Allohning jalol sifatiga yaqinlashmanglar degani do'zaxga yaqinlashmanglar degan bo'ladi. O'xshash gap ya'ni. Shunga xulos desak bu yerda ittaqulloh bilan ittaqunarning ma'nosi tamoman o'xshash. Alloh subhanahu va taolo ma oyatda vattaqav deb mutlaq qo'ydi. Bu yerda buningdan saqlangan bo'lsa demidi. Mazmunni umumlashtirish uchun, ya'ni saqlanishga tegishli taraflarning hammasini saqlanish kerak. Allohning jalol sifatidan saqlanish kerak. Do'zaxdan saqlanish kerak. Yana Allohning g'azabidan turadigan har ishdan saqlanish kerak ya'ni. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizning diqqatimizni bir narsaga tortmoqchi qarindoshlar. Agar shu sehr o'rganganlar, shu sehr o'rganishning bir imtihon bo'lib, kufrga boradiganligini bilgan bo'lsa, haqiqiy tushungan bo'lsa va buningdan saqlangan bo'lsa, Allohdan qo'rqib, bundan saqlangan bo'lsa, Allohning oxiratdagi azobidan qo'rqgan bo'lsa, bu ularga yaxshi bo'ldi. Shunga yaxshi bo'ldi degan ifodasi uchun lamathubatu min Allohning qishidan oladigan ajri, mukofoti, javobi bular yaxshi bo'ldi. Amishada xayr degan so'zga kelayli. Arab tilida xayr degan so'z oshirma sifatdosh deymiz, ammo xayrninki ikki xil ma'nosi keladi arab tilida. Birisi rastla oshirma sifatdosh, bir narsadan yaxshiroq deb tarjima qilamiz. U vaqtida buning qarshisidagi yana bir narsami yaxshi? Bumi yaxshi? Ammo ikkisi o'tirdi yaxshilikda farq qiladi. Bu bir. Bu oshirma sifatdosh ma'nosi xayrninki yaxshiroq deb tarjima qilamiz u vaqtida. Ammo yana bir yaxshi va bu yaxshi eski, yomon, nacharning qarshisida yaxshi bo'lib, bu xil ma'noda qo'llangan vaqtda qarshi tarafdagi yomon, nachar bo'ladi. Ya'ni hozirgi oyatdagi dal shu xil ma'no. Yaxshiroq emas, yaxshi, buning qarshisida yomon bor. Shunga chiqib turdi deyotdi. Xayr degan so'zni anglagan vaqtingda insonning zihniga shar so'zi keladi. Yaxshilikning qarshisi yomonlik bo'ladi. Chunki birisi-birisiga munosabatlik bu zid munosabatlik. Ba'zi vaqtda xayrninki qarshisi shar bo'lmaydi. Ya'ni yaxshilik degan vaqtda yomonlik kelmaydi. Lekin bo'shoq yaxshilik keladi. Tushunroq. Ya'ni men bayat degandek xayrning ikki xil ma'nosi bor. Birisi mutlaq yaxshilik. Qarshiliqqa buning qarshisida yomonlik bor. Ya'ni birisi yaxshiroq. Buning qarshisida buningdan tuanroq yaxshilik bor. Lekin yomonlik yo'q. Unda xayr degan so'z arab tilida birdan-bir aşım müsbetdaş to'qiya buni. Aşım müsbetdaş ve aşım müsbetdaş emas ma'noda keladigan, aşım müsbetdaş barabar keladigan bir so'z. Masalan deymiz, madem bek yaxshi adam. Madem undan tu adam deymiz. Arabcha buni fadil, mafdul deymiz. Endi dal xayr degan so'z ikkisiga ma'noda.
İsmi tafsil deb qo'yamiz arabchada ashum sifatdash. Madam ma'ningdan yaxshi deb mushuni ifodalaymiz endi. Fadil maf'ulga. Masalan, bu yerda Ahmad va Muhammad va Muhammad yaxshiroq bir bola, xili yaxshi. Ma Ahmad mi yaxshi bola, lekin Muhammad bundan yuqori turgan bo'lsa, arabchada mushuni xayrlan ifodalik bo'ldi. Muhammad xayrun min Ahmad. Muhammad Ahmaddan yaxshiroq. Bu vaqtida yaxshilik ikkisi tepiladi. Lekin birga, yana biriga qaraganda ko'proq ma'no beradi. Yaxshilik ma'nosini. Bu xayrning bir ma'nosi. Endi bu ma'nodagi emas, yarim ma'nodagi. Ya'ni yaxshilikningki qarshisida yaxshilik, undan tuanroq yaxshilik ma'nosi kelmay. Bo'lib qolgan vaqtida hozirgidagi oshirma, birsi-birini selishtirma shaklidagi ma'no chiqmagan vaqtda buning qarshisida yomonlik bo'ladi. Yaxshi desa yomon bo'ladi. Masalan, palani pukundin yaxshi desa, bayatman ag'andak Muhammad Ahmad yaxshi desa, ikkalasi yaxshilikda o'rtaq, lekin farqli darajada. Muhammad yaxshiroq degan bo'ladi. Chunki Muhammad naq foydaga qaraydi. Ahmad tamam. Ya'ni bu ikkisi farqli degan bo'ladi. Ya'ni yaxshilik deganning ma'nosi nima desa, manfaat epkiladigan narsa yaxshilik. Lekin kishilarning ong saviyasining farqi bilan bu yaxshilikning uqumi ham qanday qilinadi, farqlanadi. Masalan, ba'zilar va naq yaxshilikka qaraydi, naq manfaatga, ba'zilar va kinkasimi haqiqiy manfaatga qaraydigan ahvollar va amaliyotda ikkalasi yaxshilikni iroda qilgan bo'ladi, lekin farqlanadi. Masalan, biz buni texnik bir tushunishli qilib tushunaylik, zehnimizga yaqinlashtiraylik. Deylik, ikki qarindosh bor. Birisi atdigan uyg'onadi, maktabiga boradi. Yana birisi tushgacha uxlaydi, uydan chiqib chayxonada o'tirdi, masalan, ya o'zining uyan tomoshalarni qiladi. Birinchisi o'ziga yaxshilik xohlaydi. Ikkinchisi o'ziga yaxshilik xohlaydi. Birinchisi o'ziga yaxshilik xohlab, ikkinchisi o'ziga yaxshilik xohlab, o'xshash o'g'ayat nima uchun qiladigan ish o'xshamaydi? Chunki insonning kallasidagi yaxshilik o'lchami o'xshamaydi. Yana yaxshilikni o'lchash masalasi. Hurun naq yaxshilikni, chunki uning aramog'isi bor, charchab qoldi. Hurunning nazarida pek horg'in u, charchab qoldi. U aram olish kerak. Yani o'zining nasibasini, uyqu nasibasini to'liq olish kerak. Ko'ngil och nasibasini olish kerak. Xizmat qilib jafo tortmay o'zini charchatmaslik kerak. Bu uning uchun yaxshilik deb qaraladi bu. Ya'ni bu yaxshilik yani. Ammo tirishchan bo'g'ini o'ziga keyingi muhim bo'lgan yaxshilikni yaxshi ko'radi. Shuningdek hozir charchaydi, jafo tortadi, necha yil o'qib, boshqa undan keyin rohatga chiqib, bir ko'zga ko'rangidek kelgusi yaratish uchun buni qiladi. Demak, har ikkalasi yaxshilikni o'ziga istaydi, ammo yaxshilikqa bo'lgan qarshi o'xshamaydi. Birisi naq yaxshilikni, yana birisi nisi, ya'ni keyin keladigan, sal keyinroq keladigan manda yaxshilikni istaydi. Bu farq. Masalan, bir dehqon desak, yer terib, etiziga attigan berib, sug'urib, uruq selib, jafo tortadi. Yıl oxiriga kelgan vaqtida mol husul oladi etizidan. Nurg'un yaxshiliklarga erishandi. Endi yana bir dehqon bor. Shu kun bo'yi etizga olmaydi, choyxonlarda o'tirdi. Bu o'ziga nihoyatda rahat bergan bo'ldi o'ziga. O'zini xotirmagan bo'ldi, charchatmagan bo'ldi. Lekin kuz kelib husul oladigan vaqtda bu husulning o'rniga pushaymon oladi. Almo o'ziga yaxshilik deb qaragan ishni qildi. Bumi o'ziga yaxshilik deb qaragan ishni qildi. Bularning farq yaxshilikka qaraydigan ko'z. Bu boshqacha ko'z bilan qaraydi yaxshilikka, bu boshqacha ko'z bilan qaraydi. Oxirida erishadigan natija bu bo'ladi. Demak, endi hammadan o'ziga yaxshilikni istaydi, yaxshi ko'radi. Ammo ularningki qarishi, o'lchimi farqli. Ba'zilar bugunning huzurini istaydi. Ba'zilar yana ayatining huzuri uchun ishlaydi, bugunning emas. Yani Allah subhanahu va taolo bizni yaxshilikqa buyurgan vaqtida bu yaxshilik bizni charchitib qo'yishi mumkin. Ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan charchitib qo'yishi mumkin. Lekin nihoyatda mangulik jannatda mangulik huzur bo'ladi.
Demek haqiqiy yaxshilik degan nima desa, bugunning yaxshiligi emas, kelgusimizning yaxshiligi, ama haqiqiy yaxshilik. Ya'ni shariat olib kelgan narsa haqiqiy yaxshilik bo'ladi. Nima uchun? Chunki yaxshilik degan nima desa, undan keyin yomonlik qolmaydigan narsa yaxshilik bo'ladi. Masalan, bugun qattiq isl farog'at bir xil turmush yashayapman. Agar mushu farog'atlik turmush aytib yo'qolib ketadiganligini qo'yib qolsa, bugungi farog'atlik turmush emas. Rahat emas u. 100 kilometrlik yo'lga mangan bo'lsam, 80 kilometrni mashinada bassa, ondan keyin 20 kilometrda mashina yo'qsa desa, menga 80 kilometrlik japa mushaqqa, rahat, ya'ni rahat mashinada bag'anim esat emas. 20 kilometrda tugayman. Haqiqiy yaxshilik degan nima desa, u yaxshilikdan keyin yomonlik qolmaydigan. U yaxshilik mangulik bo'ladigan bir yaxshilik, haqiqiy yaxshilik bo'ladi. Shuningdek, bayatda dedikki, inson hayotida 20-30 yoshgacha o'qishi mumkin. Undan keyin 60 yoshgacha yashashi mumkin, masalan, misol deylik. Oldingi 30 yillik japoni keyingi 30 yillik rahat uchun tirishadi insonlar. Shunning bu kallasga to'g'ri mantiqi bu. Ama keyin 30 yil japa tasam mayli, oldingi 30 yilda o'ynab olay ya, degichilar bak az chiqdi. Bunda deganlarni ahmoq deydi, hurun deydi, kallas ishlaydigan deydi. Ayni masala shu yani. Biz dunyodagi ma'lum mazgillik o'zimizning huzuri yoki o'zimizningki xushalliqi uchun mangulik xushalliqni qo'ldan berolmaymiz. Haqiqiy yaxshilik qaysi? Mangulik yo'qolmas, oxiratdagi yaxshilik, oxiratdagi huzur mangulik bo'ladi. Masalan, siz tug'ilasiz, cho'ngaysiz, oliy maktabni bitirasiz, masalan. Ondan keyin yuqori mansabdor bo'lasiz, o'lasiz, tirilasiz, jannatga kirasiz. Jannatdan keyin mangulik ne'matdan boshqa hech narsa yo'q. Mangulik ne'mat va jannatdan keyin, jannat oxirat o'lgandan keyin hamdi. Buni ma'vo bizning shariatning buyrug'ini shu. Dunyoda charchab, ishlab, yaxshi amallarni qilib, o'zingni hozirsa Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun, to'sqanlarni yenish uchun hayotingni sarf qilsa, jiningni o'tkazib qolsa, birisa mangulik ne'mat uchun. Mana bu bizga nisbatan haqiqiy yaxshilik. Endi oyatda law kanu ya'lamun degan bir oyat va Alloh subhanahu va taolo agar bilgan bo'lsa, mushunaqni tushungan bo'lsa, unda qilmaydi ular. Bugungi hayotidagi qisqagina muddatda ular vay masihirni günüp anda qilibmiz, bunda qilibmiz, anda qilsak yaxshi emasmi? Ani o'z qilsak, ma'ni qilsak deydi-yu. Qisqagina bularningki yaxshilik deb qaragan ishi o'tib ketadi, oxiratda mangulik azobga duchor bo'ladi. Endi men diqqatimizni tortadigan bir ish bor. Biz ilgirki oyatlarda oldingi darsdagi oyatda bir oyatni o'qigandik. Ya'ni walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bu sehrgarlikni o'rganib, bu ishlarni shug'ullanganlar deydi. Oxiratda hech qanday bir narsaga erishamaydiganligini biladi dedik. Oldingi oyatda. Hozirgi oyatda law kanu ya'lamun dedik. Agar bilgan bo'lsa dedik. Bilmaydi degan gapda oyatda biladi dedik. Meyda bilmaydi dedik. Bu ikkisining o'rtasida qanday zidlik chiqdi ham desa, bu oyat Alloh subhanahu va taolo ulardan bilishni inkor qilyapti, bilmaydi deyapti. Ammo oldingi oyatda ularga bildi deb bilishni isbotlayapti. Va laqad alimu laman ishtarahu deb hozir o'qigan oyat shu. Biz deymizki, insonningki harakatini o'ziga bo'ysundirolmagan ma'lumot bilmagan narsaga o'xshashadi. Bir misol olay, oldimda ikki yo'l uchirdi. Mening nishonim o'ng tarafdagi yo'lda. Men buni bildim, o'ng tarafdagi yo'ldan mangsam nishonim borma dedim. Ammo men o'ng tarafdan mangmay, qo'ymayman nima uchunligini, o'ng tarafga mangmay, so'l tarafga mangan bo'lsam, men nishonimning o'ng tarafda ekanligini bilmagandek gap bu. Agar haqiqiy bilgan bo'lsam, cho'qim so'l tarafdan mangmay, o'ng tarafdan mangandim. Chunki mandagi ma'lumot, mandagi bilim qiyomat kunisi o'zining sahibiga hujjat bo'ladi, uning qarshisiga kashku bilmagan bo'lsam deb umid qilishim. Demak, unda bilim bilinmas. Birodan bir bilim o'zining egisini, shu bilimning taqozosi bo'yicha harakat qilishga undiyanmasa, turtki bo'lolmasa, unda bilim bilinmas. Shoirimiz deb qo'ydi, ba'zi salbiyatlarni qamchilab, ruziqu va ma ruziqu samahayat fa ka'annahum ruziqu va ma ruziqu. Xuliqu va ma xuliqu likaruma fa ka'annahum xuliqu
ve ma khuliqu. Ular nurgun narsaga erişdi, ama keng qosaqlıqqa erişemedi. Ular birilgen, birilmegenden, nurgun narsaga erişken, erişmegenden hiç farkı yok. Ular yaratıldı, lekin şerefle yaratılmadı, hürmetle yaratılmadı. Bular izzet olmay kaldı. O da yaratılgan ve yaratılmagandan farkı yok deydi. Demek ki bazı işler öz cayını tapmasa, öz rolünü cari kıldıramasa, yokluğun orunu da. Yani menfaatlenmegenlik üçün bir ilim bilen sen menfaatlenmegen bolsan, bu ilim sana nispet verilmeydi yani. Allah subhanahu wa ta'ala şu Kur'an-ı Kerim'de وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nurgu adam bilmeydi deydi. Emrette bilirdi bazı şeylerini, lekin aşı biliş bulanı doğru bir yolu yeteklemegenlik üçün bilmegen gitten. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا davatı diyana. Bular bizi şu bir işlerinin yüzeki kısmını bildi davazıdı Kur'an'da. Demek Allah subhanahu wa ta'ala kilerinin hakiki meselenin tigini bilişini inkar qatadı bu ayetlerde. Yok çıkırvatıdı. Dünyavi, sırtkı kürünüşteki malumatlarını bulağı bir vatıdı. Mesela. Yani bir ayet var o. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Tevrat'ını öz üstüge elip, amanet elip, zimmisiga yüklep, ama bunu amel qılmaqallar. Bunu özge manhaj qılmaqallar, xuddi kitap yudvagan ishakka o'xshaydi deb bilim egillarining öz biliminin taqozosi bo'yicha ish qilmaganda bularning hech bilganining ahamiyati yo'q demekçi. Yani bular oyatdagi ahli kitoblar Tevratni ilm deb oldi, lekin yo'l va amal deb olmadi. Va sahirlarmi sehrlar shug'ullangan odamni kufr deb bildi, ama bilginge amal qilmadi. Demek bunu bilmedi degan gapda 104. ayette Allah subhanahu wa ta'ala endi mu'minlarga bir xulosa kelganda qiladi bu yerda. Nida qilib da'vatudu. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina azabun alim. Muqarraqi Banu İsrail'ninki bizge bayan qilingan nurgun xatolikleri, ma'siyatlari, bularning xarakterdagi yo'ldan chiqish, itoatsizlik qatorliq nurgun ayib nuqsonlarini tilg'ab bo'lgandan keyin bizga xitob qilib nima mu'minlarga nido qilib nima ya ayyuhallazina amanu. Qachoniki Alloh Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu deb nido qilgan vaqtda bu yerda shuni bilishimiz kerakki, bir buyruqning sababi bu. Allah bir yük timirini atmakçı bizden üstümüzge. Bir teklifat vermekçi, bizge bir yükleme, yani vazife vermekçi bu yerde düşünsek buludu. İnsanlar olsun, nimişki vazife vermekçi olan vakti ya eyyuhellezine amenu deb hitap kılıdıysa, çünkü Allah kafirga bir yükleme vazife atmaydı, mümin emes adam vazife atmaydı. Fakat vazifeni fakat kimge atıdı? İman etqanlarla atıdı. Madem bende iman etqan işken, İman eti degan gap biz yuqori darsimiz degandek Alloh bilan bir to'xtam tuzdi degan gap. Bu to'xtamga kirgan ekan, to'xtamdan amal qilish kerak turuldi ya. Ya'ni bu odamning hayotdagi ish faoliyatining mas'uliyati Allohning qo'shdi. Chunki Alloh bilan to'xtam tuzdi. Ey Alloh, men iymon etdim, meni to'g'ri yo'lga boshlasizlar, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatsizlar, ihdinas siratal mustaqim deb banda o'zini Allohga topshirgan bo'ldi. Unda olgandan keyin Allah onunğa hayatlıqda mağadigan yol prinsiplerini vahiy qiladi. Ama kafir Allah bilan to'xtam tuzmadi, Allohning yo'liga ergashmadi, o'zini Allohga topshirmadi. Allah uni hech narsaga taklif qilmaydi. Hech qanday bir ishni uni ustiga hech qanday vazifa bermaydi uningga. Unda olganda ya ayyuhallazina amanu degini Allohga iloh deb iymon etgan va rozi bo'lgan, qonun chiqaruvchi deb rozi bo'lgan kishilarga kelgan bir buyruq. Iymon etganlar, ya'ni mu'minlarga. Deydi, la taqulu ra'ina. Sizlar ra'ina demanglar. Bu bir cheklima. Bedalar la taqulu ra'ina deganga qaragan vaqtda ra'ina degan gap sahobalarning, mu'minlarning qaysi normal deyilayotgan gapdek. Demagan gapni demanglar demaydi, deyilayotgan gap. Allah bu yerda bularni cheklamoqchi bo'lgandek. Iymon bularni Allohningki cheklimizga quloq selishni taqozo qildi bularni. Chunki mu'minlar deb xitob boshladi emasmi? Iymon to'xtimi tuzganlar degan gap. Allohni rozi bo'lganlar iloh deb. Allohga ishonganlar degan gap. Alloh bilan iymon to'xtimi tuzganlar bo'lgandan keyin bu to'xtamning bir talabi sizlar ra'ina demanglar bo'ldi. Biz yana mush ra'inaga kelaylik endi asos maqsadki Allah atoyat xitob qilib ra'ina demanglar debdi. Ra'ina degan zot nima? Desa arab tilida bizning ammiy tilda deb turibdir. Ammiy tilimizda ra'ina degani bizga ko'ngil bo'lsa,
Adat biz Uyghur tilida bizga bir ancha-muncha bir qarab qo'ysizlar deymiz ya, shu qarab qo'ysizlar, bizning qo'limizni tutsizlar, bizning ishlarimizni sizlar ig'darchilik qilsa degandek bir gap hamdi. Mazmuni yaxshi, normal gap. Asli bu rioya qilish, qo'yvaqqa vaqtda qo'yvaqquchiga ra'i deb qo'ydi. Bu so'zdan ilingan so'z. Bu so'zning asli tag yiltizi. Payg'ambarlar mush mas'uliyat haqida kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deb bir hadis var. Hammanglar podshohga o'xshaysizlar, hammanglar o'zingizning podshohdan, o'zingizning ko'ngil bilish kutigishlik doiradan so'rilisizlar deb. Endi bu so'z asli shu qo'yvaqquchi degan arabchadagi ra'i degan so'zdan chiqarilgan so'z bo'ldi. Chunki qo'yvaqqa odam shu qo'ylarni o'tchib, suvoyaga yuzlantirdi, apurdi. Yani otlaydigan yerlarga apurdi, uni qo'g'daydi. Masalan, birasi, ikkisi u yerga chiqib ketib yoki ezib ketib, sahrolardagi, jangaldagi bo'rilar uni hujum qilmasin deb, u qo'ylarga huzurli bir yerni hozirlaydi. Qo'ylar yo'lda charchab o'lib ketmasin deb. Rasululloh dal mas'uliyat egalarini shu qo'yga o'xshatib turib deydi. Rasululloh o'zini aytdi, kuntu ar'al-ghanam. Men Makka ahli uchun ozgina yarim tangilarga qo'yaqatdim deydi. Tamam, unda bo'lgandan keyin biz ra'ina degan so'zning ma'nosini tushundik. Ra'ina degan so'zning ma'nosi mas'uliyatni ustiga ittirish, ustiga oldirish, ko'ngil bilish vazifasini ona topshirish. Ya'ni Rasululloh mu'minlar deydigan gap shuning uchun bizga ko'ngil bersizlar. Biz sizlarga ergashdik, sizlar bizning yetakchimiz. Bizning ishlarimizga yaxshiroq qarasizlar. Biz o'zimizning yo'lda mangadigan yo'l prinsipimizni sizlarning qo'llarga tutqazdik. Bizga ko'ngil bilib qo'yishlar degan gap asli. Ani bu yerda nima bu cheklanadi desa, Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda ra'ina degan so'zni cheklab, uning o'rniga unzuruna degan so'zni almashtirdi. Oyatning oxirisida la taqulu ra'ina demanglar, unzurna danglar. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın ta'limotiga, Resulullah'ın ta'limotiga bo'ysuninglar, anglanglar deb aytdi. Unzurna degan bizga qarab qo'ysin degan bayatning so'zining bir qismi yani. Ra'ina bilan unzurna asosan o'xshash ma'noda. Ammo ani cheklayotdi, ma'noga buyuryotdi. Nima uchun degan vaqtda buning bir hikoyasi bor. Musulmonlar shu vaqtida kimlar bilan birga yashaydi? Yahudlar bilan birga yashaydi shu Madina jamiyatida. Endi Yahudlarning İbran tilida, Siryaniya tilida ra'ina degan so'z, ru'una degan so'z bilan yiltizda shuningdan ilingan bo'lib, shallaq, to't degandek bir ma'noni ifodalaydi. Bunda bo'lgandan keyin ra'ina degan so'zning o'zi Yahudlarga boshqacha ta'sir qildi. Musulmonlar uni ya Rasululloh bizga ko'ngil bo'lsizlar, bizning da qarab qo'ysizlar, biz o'zlariga ergishib mangamiz degandek bir xil ifodada qo'llansimi Yahudlarga boshqacha anlanadi. Chunki Yahudlar sahobadan bu gapni anglasa, ra'in degan so'zni anglasa, buni Rasulullohga nisbatan tillashni vasf qiladi. Chunki sahobalar o'zaro birisi-birisini deydi, Rasulullohga nisbatan sahobalar ra'ina, ya Rasululloh ra'ina desa, yoki sahobalar Yahudlar qilib o'z ma'nosida ishlatib ra'ina deydigan gap. Sahobalarning ra'ina degani boshqa ma'noda, Yahudiyning ra'ina degani boshqa ma'noda. Bu Yahudlar desa sahobalar o'xshash ma'noda bo'lgandan keyin musulmonlar uning nima ma'no ekanligini o'qimaydi-da. Shunga boshqa Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bu so'zni tashlashga buyurdi. Yahudiylar ularni tillashni, musulmonlarni tillashni yo'gashga bir vosita qilamiz uchun. Unzurna danglardi. Ammo shayton bir narsa qilib turdi. Dushmanlarning islomni ayblashiga, islomdan ayib tepishiga, islomga ta'ni qilishga, hujum qilishga sabab bo'ladigan, vositoladigan har qanday ish, har qancha yaxshi ish o'tkazsin, buni qilmaslik kerak. Mishadlar chiqib turadi. Bo'lmasa ra'ina go'zal gap asli. Unzurna bilan hech farq yo'q ma'no jihatda. Faqatki Yahudlar oshkor tillayolmaydi. Sahobalar qo'llanayotgan so'zni deyish orqali o'zini tillash muddaosi qilishdi. Vaqt kelib qolsalar ra'ina deb tanib biz ra'ina dedik. Davoladi. Mushuni fursat yaratib bermaslik uchun ishlatmagan so'zni. Unzurna danglaydi. Bu yerda ibrat elish kerak ekan. Bugungi kunda har bir musulmon islomga vakillik qilib qoldi, boshqalarning oldida. Har bir musulmon qiladigan ish, olgan qadam degan so'z boshqalarning oldida islomning so'zi, islomning ishi, islomning harakati bo'lib qoldi. Ish harakatimizga, gap so'zimizga diqqat qilmasak,
biz özümüz bilip bilmey dinge hizmet kılımız. Biz degan mu'min, musulmon deb turib dinge düşmanlık kıladigan, dinge zarar yetkazadigan ahvollar bo'ladi. Alloh buni Qur'oni Karimda qanday qilyapti? Cheklavyapti buni. Andan şu oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo vasma'u Allohni da'vatidir. O'sha kelgan vaqtida Yahudlar bilan mu'minlarning o'tirdiki farq Allah ishorat qilyapti bu farqqa. İlgirgi darsda nima deganda Yahudlar samihna deganda, ammo bularning ishorakati asayna ifodalagan. Eg'izda anladik, voy biz anglaymiz bu ta'limotlarni, o bizga itoat qilamiz deydi. Ishorakati mana men deb biz u gapingni anglamaymiz degan bir ifodani bir vaqtda ishorakati bu Yahudlardagi ifoda bo'lsa, ammo mu'minlarga nima deyapti? Isma'u, ya'ni sizlar haqiqiy itoat ijro shaklida anglanglar deb mana shakl xitob qilyapti. Sa'd ibn Muaz Yahudlarning birining Rasulullohga ra'ina deganini angladi. Sa'd Yahudining olimlari asli, olimlardan birisi. Sa'dning o'zi buning tillarini biladi. Yahud degan gapni anglab, uning maqsadini tushunib qoldi. Yahudni qashqirib, agar sendan yana bir qatim bu gapni anglab qolsam, kalongni kesiman dedi. Yahudi dedi, "Acaba sizlarga payg'ambarlarga demamdingmi bu gapni? Bu bizga harom, sizlarga halalmi?" dedi Yahudi. Shu vaqtida ma oyat la taqulu ra'ina va qulu unzurna degan oyat shu vaqtda tushdi. Endi biz amaliyotda o'ylasak, bayat men dedim, ra'ina degan so'z, unzurna degan so'z ma'nosi o'xshash. Lekin unzurna bir ma'noni ifodalaydi. Bu ma'noning Yahudiyning tilida o'xshashi yo'q. Bular bu orqali o'xshilab qolsam Rasulullohga yomonlik qilmoqchi bo'ladi endi bular. Men bayatning gapining oxirisini yana azroq desam, ya'ni boshqalarga fursat tepib turadigan ish har qancha yaxshi bo'lsa, buni qilmaslik kerak. Qaranglar, mushu oyatning o'zlam shu xil ifodani ifodalaydi. Oyatning oxirisida valil kafirina azabun alim. Kafirlarga dardlik azob bor degani, ya'ni Rasulullohga yomonlik qilish yuzsidan, dinga yomonlik qilishdan ra'ina degan kishilarga qattiq azob. Ya'ni bu xil dinning shoir kitoblarga, malaikalarga, ilgirki darsda malaikalarning gapi chiqdi. Payg'ambarlarga, mu'minlarga ularning musulmon bo'lganlik uchun, mu'min bo'lganlik uchun yomonlik qilish. Ularga til tekkizish, haqorat qilish azabun alimning keyin. Dardlik azobning sababi bunda qilganlar kufrludi, kofirludi yani. Musulmon emas ular. Oyatning oxirisida valil kafirin deb kafir iboratini ishlatdi Alloh subhanahu va taolo. Shunga bugungi yana bir eskartib qo'yishga tegishlik bir so'zimizdan birisi dunyoda musulmoncha ifoda, musulmoncha qiyofat, musulmoncha harakat masxirga uchrayotgan vaqtida o'zimizning qarindoshlari, o'zimizning musulmon deb turayotgan qarindoshlarimizning ichidami shu xil ifoda, shu xil so'z harakatlarga yomon ko'zlar bilan qaraydigan, eshib, haddidan eshib bununla ahanet qiladigan, masxir qiladigan darajaga yetgan ahvollar bor. Bu nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. O'zimiz bilib bilmay imonimizdan ajab ketadigan ish chiqadi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.